disco dancing. Nima mashina urdi meni? Matiz. Ha, o'l kambag'al. Ye, Prado bo'lsa 3 oydan kam yotish yo'q. Qon yo'qotyapmi? Bo'pti, yozuvchi so'z shart emas, nima xohlaysiz? Qo'shiqchisiz tanidim, bugun ammam to'yi bor, o'sha o'tqiz bering. خدك الشيرين لما الشكري. Sevinch Ismoilov pulni kartasiga tashlab yubordim. İşte, ursa qo'shiqchi ursin ekandi. To'y ham tugadi. Voy, qarang, bugun tasodif bilan xolam ham tug'ilgan kunlar ekan, ketdi o'shatgan. Zo'r qo'shiq chop tepsan-u, lekin tug'ilgan kunim dekabrda edi-ku jiyan. Voy, dekabrda vaqt yo'q, buni o'zingizga zo'r o'qondim. Bo'ldi. Tug'ilgan kun to'ylarga berganingiz bilan boyib qolmayman. Hamma nima qilay? Shu bitta kichkinagina bizneschamiz bordi. Balki siz reklama qilib bersangiz yurib ketarmidi? Mayli, kichkina biznes bo'lsa, yuring. Orqamdagi qurilishda 2000 ta xonadan sotilayotgan ekan. Bir kichkina biznes ekan. Reklama pulini kimga berishmoq? Adminsda. Bash kerak, o'xshaysiz ko'proq. Hazil. 25-da pochchamni to'yi, 26-da qaynisi. Bo'ldi, yozing, chizing. Ketdimmi? Bo'pti, to'xting, bitta dona iltimosim bor, shuni qiling bo'ldi. Xo'sh, nima? Mana shu jiyanimni qo'shiqchi qilish kerak. Qani ovozini eshitaylikchi? Bu tug'ma-so'qov gapira olmaydi. Siz jinnimisiz? Qanaqa qo'shiqchi bo'ladi soqov bo'lsa? Gapira olganda o'zim ham qo'shiqchi qilardim. Tomingiz ketib qolganmi? Men tomim ketadi, qo'shiqchi qilingman bilmayman, bo'lmasa yozaman. Yoz tashlang. Yozaman ham. Yonib yotibdi mashina, yonib. Kam yotish yo'q. Qo'y yo'qotmoqmi? Rahmat deb. Spalyam, sig'ligini. Nodayman. Matiz. Dekabrda ekan. Edi-ku jiyan. Birda ovursiz-chi o'z mingda o'rdi. Ovur seschi nima? Voy, buni voy sevinch nima? Tug'ilgan kun mana berganingiz bilan men boyib qolmayman nima? Men kechiring. Qarayman, ssenariyda Sevinch opa cho'zib gapirdi, shuni qisqaroq qila oling. Bloger reklama, bloger emas deysiz. Bash kerak, o'xshaysiz ko'proq. Hazil. 25-da qaynajammi? Dedi qayna. Yozaman ham. O'rta. Seni rosa sog'indim. Men ham sog'indim, yur birga o'tiramiz. Qora ko'ylagingni berib tur, o'tirishga borib keling. Rosa sog'inibsan, meni yur berib yuboraman. O'rtog'im, men yana keldim. Qanday yaxshi, bugun qolasan a? Ha, faqat jinsovkani berib turasanmi? O'zimni kiyim yozishga noqulaydi. Ha, mayli. Aniq yotishga shu kiyim qulaymi? Men ko'chaga kiyardim-da buni. Ha, mayli, unda yur, mazza qilib oshxonada ovqat qilib birga yeymiz a? Ha, ana qizlar gapga bormoqman, kiyimim yo'q edi, hozir do'kondan olib oldi. Yana kiyim uchun keldingmi? Ha, o'sha bezlashib ketibsan, yur, olib beraman. Shahboz aka, qarang, shkafimdagi kiyimlar uchrashuvimizga qaysi biriniki? Shkafim общий bo'lib ketdi. O'rtoq, chalariga kiyim qaravotgandim-da. Radomdan jiyanimni olib chiqyotgandik-da, kiyim tanlash bor nima-ki? O'zi kiyim shu do'konlardan tanlanishi kerak-da, meni shkafimdan emas. Zebo, bemalol xohlagan kiyimingni kiyib ketur, bu shkaf ikkalamizniki-ku. Kupalnik topolmayapman-ku. Aziza, kupalnik hech kim shaxsiy narsaga yeniga ham to'g'ri kelmaydi. Qimmat-da. Yo'q, qimmat emas, kupalniklar do'koni bor-ku, men o'sha yerdan olaman. Yursang ham ko'rsating. Ha, bo'pti, olib borchi. Mana kupalniklardan kelib olsang bo'ladi, shahar bo'ylab 3 ta filial bor. Bittasi Yunusobodda, bittasi Bekbarakada, mana faqat ikkita yangi filial ochildi. Yur. Bu yoqdan juda ham ko'p narsa topa olasan. Kupalniklarning o'zini 500 xildan oshiq modeli, aksessuarlar, shlyapa, ochkilar, balonlar, tapchkalar bor. Shlyapalarni qaragin, hozir aksiyada 100 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Mana bunaqa aquashuslar hamma yoqda ham yo'q. Bu yoqda assortiment juda ham keng, ham juda ham arzon narxda ola olasan. Detskiy kupalniklar ham bor, o'g'il bolalarga ham, qizlarga ham, undan tashqari murskoy kupalniklar ham bor. Qaragin, donaga ham, optimga ham sotishadi. Mana mashdan kelib olsang bo'ladi. Mana shu brasetin berib turgan erta uchrashuvim bor edi-da. Yo, sen u bu narsang bormi bu hayotda o'zi yo'qmi?